Men diyeta qilib ozdim, yana vazn qaytaramoqda deganlar uchun nima deya olaman bilasizlarmi? Diyetani vaqtincha qilinmaydi. Birinchidan, ikkinchidan ozish uchun diyeta ham qilinmaydi. Avvalambor sog'lom ovqatlanish qilish kerak bo'ladi va u davomiy bo'lishi kerak. Uni to'xtatib nosog'lomga o'tdinglar, albatta semirasizlar. Chunki nima uchun semirgansizlar? Nosog'lom turmush tarzi, nosog'lom ovqatlanish uchun semirgansizlar. Ozish uchun sog'lom ovqatlanish, 10,000 qadamni yo'lga qo'yib, mashqlarni qilib, zo'r ozib oldinglar. Nimaga yana eski odatlaringlarni boshlab, yangisini yana unutishni boshlaysizlar? Nima uchun? Mana sizlarning eng katta kamchiliginglar to'xtab qolishinglar. Masalan, menda ortiqcha vazn yo'q. Men shirinliklarni bosib yesam bo'ladi, xolagancha xamir yesam bo'ladi, lekin men nima uchun o'zimni tiyib, kontrol qilib yuraman? Chunki men o'zim sog'lom turmush tarzida yurmaydigan bo'lsam, menda semirib ketish holati kuzatiladi. Men dietolog bo'laman, boshqa bo'laman, men ham semiraman agar men o'zimga e'tibor berib yurmasam. Nima uchun e'tibor bermaysizlar?